Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan til osti suyagi, uning asosiy joylashgan joyi va asosiy funksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Til osti suyagimiz til osti sohasining bo'yinni old qismida, bo'yinga o'tadigan sohasida joylashgan. Buni ikkita barmoq yordamida aynan xuddi shu sohani chuqurroq bosib ko'radigan bo'lsak, ushlab ko'radigan bo'lsak, til osti suyagini paypaslashimiz mumkin. O'ngga chapga qimirlatib ko'radigan bo'lsangiz, erkak qimirlayotgan suyakka qo'lingiz ilinadi. Bu aynan shu til osti suyagi hisoblanadi. Til osti suyagi erkin suyak hisoblanadi, ya'ni atrofda birorta suyaklar bilan tutashmagan. Ushbu suyakni til osti sohasida joylashgan va bo'yinning old qismidagi mushaklar o'zaro ushbu suyakda, til osti suyagida paylar yordamida tutashib, ushlab turadi, muallaq holatda ushlab turadi. Aynan til osti suyagi tanadagi barcha boylamlar va paylarning ishini boshqaruvchi suyak hisoblanadi. Xo'sh, boylamlar, paylar qayerda joylashgan degan savol tug'iladi. Tanadagi barcha mushaklar bo'g'imlar sohasida paylar yordamida tutashgan bo'ladi. Ya'ni barcha bo'g'imlarimiz paylardan tashkil topgan. Tizza bo'g'imi deymizmi, tirsak bo'g'imi deymizmi, kislarimiz deymizmi yoki son chanoq deymizmi, umurtqalar deymizmi, bo'yin umurtqasi deymizmi, bel umurtqasi, barcha umurtqalarni aytamizmi, son chanoq yo'q, qanaqa bo'g'im bo'lmasin, barchasi o'zaro boylamlardan tashkil topgan. Va shu jumladan ichki organlarimiz ham qo'shni organlar yordamida, masalan deylik, oshqozon jigar yordamida, jigar bilan yoki bo'lmasam oshqozon osti bezi bilan yoki ichaklar bilan umuman olganda barcha ichki organlar bir-biri bilan o'zaro paylar yordamida, boylamlar yordamida tutashib turgan bo'ladi. Qachonki til osti suyagi barcha tomonlama o'ngga, chapga, oldinga, orqaga harakat normal bo'lib turgan paytda barcha tanadagi boylamlar normalda ishlab turadi. Qachonki til osti suyagi ma'lum bir tomonlama tortilishi hisobiga tortiladigan bo'lsa, demak, tanadagi barcha boylamlarda ham, ya'ni bo'g'imlarda deymizmi, ichki organlar deymizmi, boylam bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi. Ya'ni bo'g'imlarda sababsiz og'riqlar yoki ichki organlarda sababsiz ko'chib turuvchi og'riqlar aniqlanadi. Bunda qanaqa tekshiruv amaliyotini amalga oshirsangiz ham, masalan, uziga tushasizmi, qon peshob topshirasiz, bo'g'imlarni rentgen qilasizmi, barcha hech qanaqa kasallik aniqlanmaydi. Barcha organlarda yoki bo'g'imlarda patologik o'zgarishlar, jiddiy o'zgarishlar aniqlanmaydi, lekin kuchli og'riq bemorni bezovta qilaveradi. Bunda asosiy davolash yo'li til osti suyagi yordamida, til osti suyagidan foydalanib ushbu davo kursini amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun aynan til osti sohasini bo'yinga o'tadigan til osti suyagini ikkita barmog'imiz yordamida, demak, birinchi navbat topib olamiz va barcha yo'nalishlar bo'ylab 30 sekunddan silishib turamiz. Masalan deylik, mana o'ngdan chapga qarab, mana til osti suyagini silishib turamiz. Qo'l bilan qattiq bosib turgan holatda. Keyin qarama-qarshi chapdan o'ngga qarab mana til osti suyagini topib olamiz va chapdan o'ngga qarab silishtiramiz 30 sekund davomida. Va oldindan orqaga qarab silishtiramiz. Mana oldingi sohadan orqaga qarab, boshni sal pastroq qilgan holatda mushaklarga yumshoqlik beramiz va orqaga qarab silishtiramiz mana. 30 sekund davomida ushlab turasiz. Mana til osti suyagining harakati barcha yo'nalishlar bo'ylab o'zi qo'l bilan shunday silishib ko'rganingizda qaysidir yo'nalishda harakat qiyin bo'lishi mumkin, og'riqli bo'lishi mumkin. Aynan shu og'riqli yo'nalishda til osti suyagini silishib turaverasiz, to og'riq kamayguncha. Shunda til osti suyagidagi barcha boylamlarning qisilishlari, boylamlardagi o'sha og'riq nuqtalar ketadi. Buning natijasida tanada bemorni bezovta qilib turgan sababsiz bo'g'im og'riqlari, sababsiz qorin bo'shlig'idagi og'riqlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Buni kun davomida bir marta bajarib tursangiz bo'ladi. Bunda ketsa sizdan 2-3 minut vaqt ketadi. Xuddi shunday kuniga 2-3 minutdan vaqtingizni ajratib, ushbu til osti suyagini barcha yo'nalishlar bo'ylab qimirlatib turadigan bo'lsangiz, sizni tanangizni bezovta qilib turgan har qanday boylam bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.